Bu jamiyat yo'langidek adami yo'q, maktabda chala bola o'qib qolgan yanchiqa yuzidimi pokiz odamni og'ziga qarsang, og'zidan moyun, belgoytis tushmaydi. Men bog'i tirsam, men cho'qim ashta qila olmayman. Bizmi adam deganni adam qila oladi, adam qilganni deb o'ltirdi. Shuning bilan to'xtamay jidan olmaydi, kostyumni qirilib ki 5 yil qo'qni sug'ishib qo'yadi. Xotinning birinde tutib epli, tirishayli. Kelgusimizni yartayli deb jugani og'ziga. Unda qarab chavakchab o'ltirdi. Adam Öyden çıkmayıp turayıversin, yüz sözlerden qolamdı. Sözlüsüm çıkayıverik bu gap. Bugün yani bir hazır paranlık bo'lib, bir qilgan boshqa ishimiz yo'q. Qachondan boshlandi hazır edi, qachon bir maash chiqadi deb maash epshirga yosh bolalar. Ingakni yo'llab, oyda pullardan kunni sanab o'ltirdiganlar. Na oltagash bir ashirkat andake, mandake. Aydarning ayronmaydi deb tutay paranlık qo'shuvak. Gülme sendin bak, yo'q dema. O'ylaya bu nonni shu yerdan tep yeb turib nima qo'ydi deyman da uni buni deyishni. Hozirgi yerimda 4 kun bo'lmay turib men necha kundan men qancha qatim o'tildab bo'lganini sanab turayman. Bu sendek odamni mishati degan. Tuniga qarab tursam izzat atmay, mayli majni azur qutdi dedavatsin. Mayli necha kun ishladim, bir necha kun ishxonaga berib nafas yeb o'tirib berdim degan gap yo'q. Molchining ishdek yetib pagini yelim birtga sanab shu pulni. Bek degan gapda bo'lmay qolsam, bu yer men maskemayga deb qo'shtirim ekan. Sen bir yerden bir kusur izlепесini beklemde bir yerge. Bu sen koy pese. Bu loben bir yakşı pese. Baş kurşu sen degende bu pese. Töndüs yakşı pese. Maaşın bir sen haşlap bulamadık pese. Vay sili özlerde böyle kuduvarsını kütkende tövge başlap köpsep pese. Bu huyum tutup kalsa vay nimboldu bir gün mücezleri yok mu? Vay bir demasa da bir ruhsat verse. Açta kıp pese bu olsan. Ya açta yavam ki hazır. Açta yavuz mağmi deprem ben berip işley. Bu başlığın sen tövteye kıstılap koz bek titrep sekrep gitme. Qillaydi o'shu. Bu sen ishlab qilgan osh maoshma, qilg'ashdan pul ishlamas. Oshada osh xogap olgandan mayli ro'y to'lan pulni o'ziga oladi. Hozir bu ba'zida ninda qo'shib kelsang, bu odamning sarxillari. Haqiqiy mana bir yanglisi bor. Nochi odamlar unda bir yeri turmaydi. Xizmat degan navaga buni almashtirib qilgan narsa deb turib oldi. Kim topdi deyman-da mushta gapni. Haq oshda haqning nazar bu sarxillardan qonda sarxilladi. Hayron qilmayman. Mesela bir şirkette yapmamız bir idarenin yukarı katlarında işlep kalsam, aslında adam aldığın diyene gelirdi. Aldığın bir işki adam menşıklı keldi deyli. Her işkisinden 5 yıl yukarı hizmet tarihi yapmamız tecrübesi bağ olsa, birisi 5 yılda 10 yılda hizmet almış olgan. Yani biri işki yılda hizmet kılıp bakkan bolsan, parasını alsa, ağızkini alasa, şunundaki hazır kama zamanda hakkı lazım herkes uya bu yerde uçup kankıp şu adam emez. Konunu kısı, tikişini toksutup bir işini besip kılalaydı adam. Açladı o? Bu cek adamki qavat qarşı azraqlı bir eğir kip qalsa üzünü yep qaçıdı. Şu işini elə üzünü tatış arqalıq bir yaramçılıqdan qutuldum deb elə üzünü radiya gep qaçıdı. Ondan bunu çıraylıqlaştırdılar. Ma xizmat manga maskemay kedanlar deb turib oldu. Bu işləyatqanda tanqıslıqlı qilish, tökmətli qilish, qarchaplanish, mazaq qaldığan hətta haqaratga uçrab qalğan bo'p turdi. Bu bunda işlər çoxun buluş kerak xizmatda. Oşda bulmasa bulmaydı. Bunda çağda qıldı işki qıltalaş oldu. Biri vay balda qimmatlı bunda xizmatni kim qısqısı deb ketishni o'ylaydi. Yana birchi qandoq amal qila olaman? Hal qilish uchun men yana nimalarni qilishim kerak deb mana hal qilish usulini izlaydi. Biri voz kechish, yana bir davomlashtirish. Unda o'zing deb baqa qaysi odamni jon qildi? Qaysi odamni men haqiqatda tovlab chiqdi? Nimishqa ba'zi odamlar beshi xili cho'ng ishlab ketsa, injiqlab ketmay osonli bir taraf qila oladi. Bu iqtidor shular osmondan bir pok ko'tarilib chiqib ketganmi? Ular oldiga kelgan oshda biyoramchiliklarga o'zini urib kunib ketgandan keyin hal qilish ningnis va shu qo'rqinchli darajada eshib ketadi. Şu iş qilganda qiynalmaydigan bo'lib ketadigan. Şu mushunday bir ishni nima ko'rsam ko'rib qilamanlar desa, dampadni to'lmayman jonda. Qochaman desa bahona bilan qoqshash tayyorim. Unda qu azroq bir shu pochta taraf aran qolsa, qiyinchilikdan yuzlanish emas, qarashqin petnamasam, qo'limdan nima ish chiqmoqchi. Bu jamiyat yo'langidek odami yo'q, maktabda chala bola o'qib qolgan yanchiqa yuzidimi pokiz odamning og'ziga qarsang, og'zidan moyun, belgoytis tushmaydi. Vay am mayun degan adam bor-ku, burun necha qatim gavko berib o'tolmay yuribdigan namaratgan to'q, belgoytism yalan to'shgan to'q kim mushlar ashta bir ishni boshqa ochib qo'yibdi-ki. Men bor-ku tirsam, men cho'qim ashta qila olmayman. Bizmi adam deganni adam qila oladi, adam qilganni deb o'ltirdi. Shuning bilan to'xtamay jidan olmaydi, kostyumni qirilib ki 5 yil qo'qni sug'ishib qo'yadi. Xotinning birinde tutib epli, tirishayli. Kelgusimizni yartayli deb jugani og'ziga unda qarab chavakchab o'ltirdi. Amaliyotda mayatni hamma odam biladi, o'ylab og'zini jig'ib, midrabpas uruqlaydigan hammasimiz odam biladi. Shuni qilish xo'shaqmagandan keyin yetib bilagan polo yevitibli madardan bittalisini uruqlaysiz. Oqshom manda qolsangiz, chechingizni manda tarsiz, manda uruqlaysiz degan nimani ko'rib o'ynab, vaqt o'tkazdi.
Biladi, bilmaydi emas. Pul tepishmichu shunga o'xshash. Baland kun ko'raysan, baland kun ko'rgan odam bilan bilishi, uruq bo'laysan, uruq odam bilan bilishi, uzaysan, egiz odam bilan bilishi, ish qilib qandaqli bir kun ko'raysan, shundoq kun ko'rayotgan odam bilan bilishi. Kichik odam ayliq ma'lumlar, quloq kasti o'yin qilib balni o'g'inish boshlaganiga qachon o'ltirib qo'yishning sababi shu. Bekor undaq qo'ymaydiganda, nima? Suluqdan boshqasi yo'q. Shunga ma kulida, bir chiqamay uyda o'ltirganda, dadangdek beqavatgandan keyin seni. Bu qo'ndi qurtvadak biyalaring mındaq beli u yerda lolmiliqni bo'sh qilib, o'tgangidek lobononning chiroyini ko'rib boqmay turib, qonga urib ketib qolgan ishni amdi qilma. Adam bo'ldi-ya. Shoma fujirinlar qizval qachlab yatmay, oqmaydigan alog'inangni, seni yaxshi ko'rmaydigan odamlaringni 3 kunda beqatim 5 ga o'rib deb chunfa qilgan xalqning judig'alarini juyib, qoqshash qaniga o'tib ketgan vayronlarni o'zingni neri tutib, tuzugrak bir cho'nzizlab boq. Günlük vaxtımı Şangmo bilan, şu Shangmoning jindusi bilan, pul tepish bilan, har xil ziyonlarni fenshan qilish bilan, natijalarini fenshan qilish bilan, hatto bir-biridan minnatdor bo'lish bilan, qilayotgan ishning natijasi bilan oldirish yuradigan odamning cho'nzisining qanday bo'lganligini mana bir ko'rib boq. Bak topamsan, meniki kel. Nechisko bilan o'ngishib qolamsan. Bu sen degan loban, guyrin tatib qo'yadigan odam, yetaklaydigan odam deganlar o'zi ijlab gap qilmaydi. Kim qanday bo'lsa shuning cho'nzisini shunday oldigan gap. Shu hech nima yo'q chog'da, avval mayini tadqiq qilish emas. Avval deyimlar, Beijing turishini o'rganib, seni yo'l sevayotgan odamlar bo'lsa, kelib seni shapaloqlar o'ng yuzingga jangla deb insaz, hech nima bo'lmagandek sol yuzingni bunday tutib, bir olgan chog'da, cho'ng dada bo'lish uchun avval navri bo'lishni o'rganib bo'lgan chog'da, ondan qo'lingda ish turdi, qo'lingda pul turdi, qashonda odam turdi, fursat turdi. Bu o'zini qochirish odatlanib ketgan odamga unda bir tillash emas, da briskib chekchib qarab qo'ysin, 3 kun yetib qolgan osh olimga nima qo'yibdi sen haqq qilishni? Çok mühim nima ki? Odam cho'qim yurish kerak, lekin bir aslan qartında elektr yondirib qo'yganni yur deyilmaymiz juma. Shu odamning o'zi ichidan qaynab turib nur chiqara olsa hisob. Bu qilganni bilgan odam cho'qim yaxshi ko'rdim. Ichida qanchalik o'chmanlik bo'lsa, odam shuncha javob qilgan gap. O'zining bir narsani bilmasligini e'tirof qilish, hargiz men bo'lmaydiganman deb o'zini o'zi inkor qilish emas u. Shu menish oson yo'l izlayman deb o'zini xo'ratqichama majanda. Tanlagan yo'lni oson maldan qilishni yo'nalsak bo'ladi. Chunki oson maldan yo'l Back to olib keldi.